bor. Namini qara, chiqib ketganda. Rezinkalari oqayotdi. Xullas, amortizatorni olib keldim Dubaydan. Arzimagan, arzonga oldim. Dubayda gap so'z yo'q, arzon ekan. 400 dirhamga oldim, 400 netga yaxshi. Ikkita oldim-da, keyin Makkada olib bordim ustaxonaga. Qo'yib berasan, necha pulga domla? Menga deyapti. 600 riyalga qo'yib beraman dedi. Xo'p dedim. Uzr dedim, chiqdim. Nargisiga bordim. 300 riyalga qo'yib beraman dedi. Uzr aka dedim. O'zimizni bilgan mana ham ishni yaxshi qiladi, ham arzonchi bo'ldi. Mana shu joyi Jiddada, buni lokatsiyasini qoldiraman. Necha pulga qo'yib berasan? Oldin aytsin, ish qilaman-ki. Yo'q. Birinchi tortishamiz, keyin gap yo'lsa 150 dula gap so'zi va masala yo'q dedim. 150 riyalga ikkita amortizatorni qo'yib, mashalloh cho'tki qilib berdi mana mashina ham. Mashincha ko'tarilib qoldi-da, mana masalan. Nimaga bu joyni tavsiya qilaman har doim? Ishini qiladi, yaxshi qiladi va arzon pul oladi. Masalan, musofirda yurganlar qancha arzonga ish yaxshi bitsa, to'g'risi cho'ntagiga ham, oilasiga ham pul chiqaradi. O'shaning uchun maslahat beraman, mana shu joyga kelish. Bu reklama emas, xolis tavsiya. Inshaalloh Telegram kanaliga o'tsanglar, lokatsiya turadi. Assalom.